Germaniya iqtisodiy manfaat uchun qayta takrorlanmaydi degan va'dasini qurban qilmoqchimi? Abdori Abdulhakim İdris. Dünya Uyghur Qurultayının baş təftişi Abdulhakim İdris 15 fevral Zimistan torda maqala e'lon qilib, Xitoy bilan savdo qilayotgan Germaniyaga tarixdan qayta saboq elishi kerakligi haqida xitob qilgan. Tövəndəki şu maqalaning Uyg'urcha tarjimasi. Germaniya Hitlerning irqiy qirg'inchiligini qo'llagan oldingi qatordagi shirkatlar uchun kechirim so'radi. Lekin u nemishqa Yevropa ittifoqining irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoy kommunist hokimiyati bilan o'zaro mablag' selish kelishimini xohlaydi. Xalqaro jamiyatda 2 dunyo urushi paydo qilgan jarohat izlari texi o'chgani yo'q. Bo'libmi natsistlar Germaniyasi qilmishlari uchun hozirga qadar javobgarlikka tortilib kelmoqda. Bu buyuk fojia hammaga ayon bo'lgan bir zamonda dunyo irqiy qirg'inchilikning yangi bir realligiga duch kelmoqda. Xitoy kommunistik hokimiyatining Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmon millatlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa doir yangi dalil isbotlar har kuni degidek o'ttirg'a chiqmoqda. İnkar qilg'il bo'lmaydigan bu reallikqa parvosiz holda bugun Xitoy bilan bir ustalda o'ltirgan Germaniya rahbarligidagi Yevropa ittifoqi cho'ng qirg'inchilikdan keyinki qayta takrorlanmaydi degan va'dasini unutib qoldi. Natsistlar Germaniyasining 2 dunyo urushi mezgilidagi sistemasiga nazar solganimizda Xitoy kommunistik hokimiyatining bugun Sharq Turkistonda ijro qilayotgan siyosati bilan bo'lgan o'xshashligi nazarimga cheliqidi. Xitoyning dunyoga hokim bo'lish yo'lida qurgan sistemasini qo'g'dash uchun jazo lagerlariga qamagan va qo'l ishchi qilib ishiltayotgan insonlarning ayni chog'dagi natsistlar bilan hamkorlashgan shirkatlarga qul kabi avatilgan ishchilardan mahiyatlik bir farqi yo'q. Masalan, hozirgi dunyoga dangliq moda kiyimlarga o'zining nomini qo'ygan Hugo Boss 1923-yili to'qimchilik zavodini qurib, oradan 12 yil o'tganda natsistlarning sepiga qo'shilgan. New York vaqti gazetida e'lon qilingan xabarlarga asoslanganda natsistlarning rasmiy formasi bu markaning egasi Hugo Boss Hitlerning partiyasiga qo'shilgandan keyin ishlab chiqarilishga boshlagan. Uning zavodlarida Polsha va Fransiyadan keltirilgan ishchilar majburiy ishiltilgan. Dunyo jamoati bugunmi mushuninga o'xshash bir qismatga duch kelmoqda. Xitoy dunyodagi eng cho'ng paxta ishlab chiqaruvchi davlatdir. Zara, Marks, Spencer, Nike, Adidas qatorliq dunyoga dangliq markalardagi mahsulotlar Beijing hukumati tarafidan Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining atrofiga qurilgan xom ashyo va emgak kuchi afzalligiga ega bo'lgan rayonlarda ishlab chiqarilmoqda. Kishilik huquq va muhit qo'g'dashni qimmat qarshi qilgan g'arb shirkatlari musulmon Uyg'urlar qo'l ishchi qilib ishiltilayotgan bu zavodlardan manfaatga erishmoqda. Xuddi Hugo Boss natsistlar uchun qilgan xizmatlarining qora dog'larini o'chirib o'tolmaganiga o'xshash g'arb shirkatlarimi kelajakda bu dog'ni o'chira olmaydi. Natsistlarning Yahudi qirg'inchiligiga sherik bo'lgan German shirkatlarining yana bir o'rniki Continentaldir. Continental mashina zapchastlarini ishlab chiqaradi. Bu shirkat 2 dunyo urushi mezgilida jazo lagerlariga qamalgan 10 minglagan insonni qul o'rnida ishlatgan. New York vaqt gazeti o'tgan avgust oyida Ludwig Maximilian universitetidagi Paul Erkerning tadqiqot maqolasiga o'rin berdi. Maqolaga ko'ra 1871-yili Yahudi bankirlar tarafidan qurilgan bu Continental shirkati 1933-yilga qadar Yahudilar tarafidan boshqarilib, zamonning eng cho'ng va nodir shirkatlarining biri holiga kelgan. Natsistlar hokimiyat beshiga chiqqandan keyin Yahudilar shirkatning rahbarlik o'rnidan ayrilgan. Bu shirkat 2 dunyo urushi mezgilida German armiyasining mashinalariga balon, tanklar uchun o'q o'tmas yiqilg'u baki va zaharlik gazdan saqlanish maskalarini ishlab chiqargan.
kontinental Fransiya va Belgiyalardan qul ishchilarni akilib ishlatgan tunji shirkatlardan biridir. Ayni vaqtda bu shirkat mashina zapchastlari bilan birlikda askarlar uchun kauchukdan yasalgan o'tiklarni ishlab chiqargan. Bu o'tiklarni jazo lagerlaridagi tutqunlarga sinoq qilgan. Bu sinoqlar jarayonida German amaldorlari tutqunlarni German askarlarining harbiy marshini o'nlik ovozda o'qishga majburlagan. Aradan 75 yilga yaqin vaqt o'tgan bugungi kunda dunyo German mashina shirkatlarida va jazo lagerlarida davom qilayotgan majburiy emgak zulmiga yana bir qatim shohid bo'lmoqda. Xitoyning musulmon uyg'urlarni qul o'rnida ishlatayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining tizimligida German mashina shirkatlaridan Mercedes, Benz, BMWlarning ismi ko'zga chiliqmoqda. BMW'ning eng cho'ng pay hassadori Quvvat oilasining 2 dunyo urushi mezgilida 50 ming kishini qul o'rnida ishlatganligi ma'lum bo'lmoqda. BMW'ning Germaniya armiyasini askariy lozimatliklar bilan ta'minlaganligi va buning uchun qul ishchilardan foydalanganligi ilgari surilmoqda. Mazkur shirkat qurilganligining 100 yillik marosimida e'lon qilingan bayonotda bu zo'r azob uqubat va majburiy emgakka silingan nurg'unlagan ishchilarning taqdiri bugunga qadar cho'nqur pushaymonning bir temisi bo'lmoqda deyilgan. Dal mushu shirkat bugun Xitoy Kommunistik partiyasining irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lib, qul o'rnida ishlatilayotgan Uyg'urlarning ta'ridan manfaatga erishmoqda. 2 dunyo urushi mezgilidagi natsistlar qirg'inchiligiga nomlar qo'shilib tilga ilinib kelgan Germaniya shirkatlarining bugunmi Xitoyning irqiy qirg'inchilik tizimligida ismlari ko'zga cheliqmoqda. Avstraliya strategiyalik siyosat instituti, ya'ni ASPI 2020 yili e'lon qilgan Uyg'urlarning majburiy emgak masalasiga doir dokladida Germaniyaning yana bir mashina guruhi bo'lgan Volkswagenning nomi tilga ilingan. Ayni zamonda German amaldorlari zavodlardagi qo'l kabi ishlatilayotgan yahudilarga har turli zulmlarni silib, ularni marsh o'qishga majburlaganga o'xshash, bugunmi Xitoy kommunistik rejimining ijrochilari Sharq Turkistondagi zavodlarda hokimiyatning ta'limotlarini majburiy o'qishga zo'rlamoqda. Aradan 75 yil vaqtning o'tib ketganiga qaramay, Germaniyaning ichki hisoblarini davom qildirayotganligi universitetlar va gazetlarda e'lon qilingan tadqiqotlardan ma'lum bo'lmoqda. Germaniyaning bu hisoblari ustida izlangan turk akademiki doktor Gonka Kesmerning amgiki bu nuqtani yo'ritib berdi. Kesmerning asridan o'rin olgan muhim bir aloqador inson zamanidagi Germaniya bosh ministri Willy Brandt bo'lib, u 2 dunyo urushining simvollaridan biri bo'lgan Varshava Yahudi gettosi qurbonlari qabristonligiga tiklangan haykal oldida 1970 yili 12 oyning 7 kuni tizlanib o'ltirib, butun insoniyatdan kechirim so'raydi. 15 yildan keyin zamonatga Germaniya bosh ministri Helmut Kohl Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Ronald Reagan bilan birlikda Bitburgdagi SS-6 ofitserlarining qabristonligini ziyorat qiladi. Bu yerga ko'milgan askarlar 2 dunyo urushi mezgilida Fransiya fuqarolari ustidan irqiy qirg'inchilik elib borgan bo'lib, bu ziyorat kuchlik inkas qo'zg'adi va Germaniyaning irqiy qirg'inchilikdan hisob berish xotirasidan salbiy hodisa sifatida o'rin oldi. Helmut Kohl degan ism bugun Xitoyning kishilik huquq sohasida shu qadar parvosizlarcha harakat qilishga yo'l ochib bergan 2 Helmut ismdan biri bo'lib nazarimizga cheliqdi. Yana bir Helmut, ya'ni Helmut Schmidt, Xitoy Kommunistik partiyasining dunyoga hokim bo'lishini qo'llagan ismlardan biridir. Schmidt va uning o'quvchisi Gerhard Schröder, Wandel Dutch Handel
ya'ni iqtisod orqali o'zgartish nazariyasini o'tirib qo'ydi va Xitoy boy bo'lsa, kommunizm va mustabidlikdan voz kechidi deydigan xam xiyolda bo'ldi. Politico jurnalidagi ma'lumotdan qaraganda, ximiyalik mahsulot ishlab chiqaruvchi BASF shirkati 2020 yil mayda Xitoyga 10 milliard dollarlik mablag' silishni qaror qilgan. Uzun yillardan buyon davomlashib kelayotgan bu iqtisodiy munosabatning bargan siri yuksalishi Germaniyani Xitoydagi inson haqlari dafsandichiligiga parvosiz qarab qolmay, xalqaro universal qimmat qarshi va kishilik huquq dafsandichiligiga sukut qilishga majbur bo'ladigan holga tushirib qo'ydi. Xitoydan tarqab, dunyoni ofat qo'yniga giribdor qilgan vabo mezgilidimi, ikki taraf o'rtasidagi savdo hamkorligining yuksalishi sababli bosh ministr Angela Merkel Hong Kong, Tibet va Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandichiligiga inkos qaytarish taplariga javoban zuvan surmadi. Germaniya hökuməti və Germaniya sənayeти rəhbərlərinin məsələlərini faqat iqtisadi nöqtədən o'ylashadiganligi, savdo sohasidagi milliarderlardan biri bo'lgan Yurgen Haraeusning biz Xitoyni madaniyat va qimmat qarshimiz bilan baholamaymiz degan so'zidan oshkora bo'ldi. Bu xil ro'yi holat 2 Helmutdan buyon davomlashib kelyapti. Nemili bo'lmasin, bu nuqta xalqarada ko'zga chiliqadigan va Yevropa birligini qurg'uchi ikki cho'ng davlatning biri bo'lgan Germaniyada Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Hitler bilan hamkorlashgan savdo dunyosiga o'xshaydigan bir manzarning mavjudligini namoyon qilmoqda. Amaliyotda zaharlik gazlar bilan zaharlab o'ldirilgan yahudilarning jasadlarini ko'ydirib bir taraf qilish uchun murakkab texniklar bilan alohida jasad ko'ydirish o'choqlarini loyilab chiqqan TOF va Sonis shirkatlarining natsist amaldorlari bilan yezishgan xatlardagi sizlar bilan hamkorlashmoq hozirdir degan iboralarni bizga xotirlatmoqda. Germaniya to'lqinlariga bu haqda maqola yozgan Jacques Lapierre'ning asrida bayon qilinishicha, bu shirkatlarning xo'jayinlari u yerda irqiy qirg'inchilikning yuz berayotganligini bilgan holda masalaga tijorat ko'zi bilan qaragan va natsistlarning qatliyamini qulaylashtirishga ahamiyat berish yo'lida xizmat qilgan. Şirkatning qurg'uvchisi natsistlar 2. Dünya urushida mag'lub bo'lgandan keyin zahar ichib o'lib olgan. TOF va Sonisning tijorat deb qarab minglagan insonning ko'yishini teziltadigan texniklarni ijod qilib ta'minlashi Germaniya sanoati va Germaniya siyosiy tarixidagi o'chmas bir qora dog' bo'lib tarix batlaridan o'rin oldi. Hitler hökuməti bilan Xi Jinping hökumətinin ən zor oxşaşlığı hər ikkisining xalqaro jamiyatga tutqan parvosizlarcha muomalasidir. Yevropani yahudilardan butunlay tozalash niyatida uzun saqlagan Hitler Sovet ittifoqi tarafidan mag'lub bo'lib, Angliya bilan suhbatlashish fursatidan mahrum qolgandan keyin jinoiy planlarni ijro qilishni tezlatgan hamda millionlagan insonning jiniga zomin bo'lgan edi. Yahudilarni yo'qotish planining Amerika va Angliya boshda bo'lib, butun dunyoning qarshiligiga uchrashiga parvo qilmagan edi. Xi Jinping hokimiyatimi bugun Amerikaning Xitoy kommunist rejimiga qarshi jazolariga yoki Angliya yoki Fransiya parlamentining besimlariga qilch parvo qilmagan holda Sharq Turkistondagi Uyg'urlar, Qozoqlar, Qirg'izlar va boshqa barliq musulmon xalqlar ustidan irqiy qirg'inchilikni sistemalik holda davomlashtirmoqda. Bu ikki mustabid hokimiyat orasidagi birdan bir farq bo'lsa, Hitler Rossiya tarafidan mag'lub bo'lgandan keyin xalqaro jamiyat bilan bo'lgan kelishim kuchidan mahrum bo'lib, qirg'inchilikni tezlatgan bo'lsa, Xi Jinping hukumati xalqaro jamiyatni iqtisodiy manfaatga bog'lab, ularga bahuzur 3 maymun o'yinini o'ynatmoqda.
Markelning sukti va savdogarlarning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni faqat tijorat deb qarshi kelgusida ularni yana bir qitim irqiy qirg'inchilikqa ko'z yumish, sherik bo'lish jinoyati bilan ayblanishdan saqlab qolinmaydi. Yana bir tarafdan qurilish maqsadida har zamon demokratiya va javobgarlikni surishtirish muhim o'ringa qo'yilgan Yevropa Birligi hamda Germaniyaning Xitoyga qarshi sodda pozitsiyasida oxirgi yillarda o'zgarishlar borligi kelishga boshladi. Bo'libmi Xitoy Kommunistik partiyasi rahbari Shi Jinpingning 2018-yili o'zini umrlik rahbar deb atashi Germaniya savdo dunyosida ozdir ko'pdir uyg'onishni vujudga chiqardi. Buning bilan Germaniya sanoat birligi BDI Osiyo bo'limining boshlig'i Fridolin Struck 2019-yilning boshlarida bir doklad e'lon qilib, Xitoyning ishikni echitish strategiyasining mag'lub bo'lganligini jakarladi. Bu dokladga sahifalardan o'rin bergan Politico jurnalining Matthew Cartnesning imzosi bilan e'lon qilingan maqolada Xitoyning hech qachon g'arb o'lchamiga uyg'un, adil, erkin iqtisodiy bozorga ega bir davlat bo'lolmaydiganligi eskartilgan va 54 moddalik bir ogohlantirish tizimligi turg'izilgan. Yeşillar partiyasining a'zosi Umid Nuripormo Germaniyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatda tijoratdan bakrak Beijingning inson haqlari dafsandichiligiga ahamiyat berishini tilga olgan. Noripor Berlin hukumatini Yevropa ittifoqiga a'zo boshqa davlatlar bilan birlikda Xitoyga qarta texmi aniq pozitsiya tutishning zarurligidan bishoratlar bergan. O'qituvchilarning bu chaqiriqlariga qaramay, Angela Merkel hukumati baxtga qarshi bugunga qadar ijobiy bir qadam bosmadi. Iqtisod ministri Peter Altmaier yuqorqi jurnalga qilgan so'zida Helmut Schmidtning qarashlarining helimi davom qilayotganligini, iqtisod orqali o'zgartishga hozirmi ishindiganligini ifoda qilgan. Germaniya hukumatining Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa inson haqlari dafsandichiligiga go'yo bular boshqa bir planetda yuz berayotgandek, hech ishdan xabari yo'qdek muomala qilayotganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Savdo orqali o'zgartishga ishongan Germaniya boshchiligidagi Yevropa ittifoqi bu qarashning bir natijasi sifatida Xitoy bilan o'zaro mablag' selish kelishimini imzolash oldida. Bu kelishim Yevropa Birligining qurilish falsafasiga ochiqlik qarshi bo'lgan Xitoy Kommunistik partiyasi bilan imzolanganligi uchun qarshiliklarni qo'zg'adi. Gerçi bu kelishimda Xitoyning aqliy mulk huquqini qo'g'dash, adil bozor raqobatini yo'lga qo'yish, majburiy emgakni cheklash, davlat to'liqlamasidan qalaymaqon foydalanishga chek qo'yish qatorliq jihatlarda Yevropa Birligining talabiga ko'ra ijobiy qadamlarni bosadiganligi tilga ilinsimi, xalqaro jamiyatda yanada zo'r masalalar davom qilmoqda. Beijing hukumati Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini davom qildirmoqda. Hong Kongdagi o'qituvchilarni bostirishdan to'xtag'ini yo'q. Agar bu kelishim barliq davlatlar tarafidan tasdiqlanib, kuchga ega bo'lsa, Yevropa Shi Jinpingning mustabid hukmronligining iqtisodiy chambarga ichiga kirdi. Yana bir tarafdan bugunga qadar barliq xalqaroliq ahdnomalarga xiloflik qilgan Xitoy Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini taqashning, majburiy emgakni amaldan qoldirishning aksicha bu zulmni texmo jiddiylashtiryotdi. Xitoyning insonlarni majburiy qul o'rnida ishlatishdan voz kechmaydiganligining ro'shan alomati jazo lagerlari va uning atrofiga bino qilingan sanoat rayonlari ko'lamining bargan siri kengayishidir. Shuni takror tilga elish zarurki, Yevropaning yetakchi davlatidan biri bo'lgan Germaniyada natsistlar tarafidan yahudilar, sigallar, jamiyatning boshqa a'zolari
va kasalliklarga ilib berilgan qirg'inchilik jinoyati hozirga qadar xotirlarda aniq saqlanib turmoqda. Bu sababdan Germaniya hukumatining tarix oldida zo'r mas'uliyati bor. Natsistlar ishlagan jinoyatning hisobini to'liq berish uchun Germaniya bugun Yevropaga bosh bo'lib Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish safarbarligining rahbarligini ustiga ilishi lozim. Bu mas'uliyat Germaniya uchun xalqaro jamiyatning universal qimmat qarshini qo'g'dash va 2-Dunyo urushi mezgilidagi natsistlarning jinoyatini yuyishdagi tarixiy fursatdir. Germaniya әмді әргіз қайтыланмайды деген вәдісін орынлап, Қытайға və Бейжіңнің irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtat desa, G'arbning qimmat qarashlariga ega chiqqanligini ifoda qilish fursatiga erishgan bo'ladi. 2021-20 fevral. Manba Uyg'urlar harakati torbetidan ilindi.